Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi tuyalar karvoni men tanishtirishga bir oldimdan chiqib qoldi, qiziqtiray dedi. Menga qarab baqiryapti bu tuya. Bo'taloqlarni qara mana bo'taloqchasi mana. Buni mana bo'taloqchasi. Voy bo'taloqchasi ushlayotgan. Bo'taloq ushlatamikan bo'taloqchasi? Voy mana bo'taloqchasi ushlatyapti mana bu. Bo'taloqchasi mana. Mana bo'taloqcha. Buncha suyak bo'lyapti bo'taloqchasi. Onasi himoya qilyapti bo'taloqchasini ham. Mana ko'r bo'taloqlari ham bor ekan bir 40 ta yillik kattarib qolibdi. Lekin bo'taloqlarning ahvoli nihoyatda og'ir, arriq. Mana ko'r bo'taloqlarini ham. Tuyaga, bo'taloqlarga qiziqadiganlar bo'lsa, mana ko'ringizlar mana. Oy! Tuyalarimiz hammasi sirg'alangan ekan. Mana bularni emchani bog'lab qo'yibdi. Mana yo'lga chiqib ketgan tuyalarimiz ham bir tomonda boqsa yaxshi bo'lar edi. Lekin bu tuya bo'taloq ustayapti, lekin onalari yomon buning. Onalari ilib otib yuborishi ham mumkin. Mana bo'taloqlar. Tuyalar karvon Sherali Jo'rayev qo'shiq aytgandi. Karvon ko'rsam tuyalari bo'zlab kelar deganday. Mana bu cho'pon akamiz ham mana bo'taloqchasini o'lib qolishi ham mumkin mana bo'taloqchasi mana. Nihoyatda arriq mana kecha bo'taloqcha mana. Mana bo'taloqcha mana. Mana bunisi qarab turibdi, tegma deb. Mana buning ona bolasi ekan bu bo'taloqcha, lekin nihoyatda arriq. Mana bu qarab turibdi bu. Yaxshi emizmayaptimi bu bo'taloqda? Shuning uchun bu qarab turibdi, otasi shekilli bu. Bu ham urg'ashi ekan. Bu menga yomon qarab turibdi, teginma deyapti, aralashma deyapti. Mana endi ketyapti bu. Katta lekin arriq lekin. Ko'ringizlar mana. Mana bu ham bo'taloqcha ekan mana. Bu bo'taloqchani ko'ringizlar. Endi ko'klamga chiqdi. Endi o'lmasa kerak bular. Bularni ko'l qilish kerak ekan. Bular doralash kerak, qurti bormi? Ha, bular ham bir-birini quvar ekan. Voy mana bitta bo'taloqcha sakrayapti mana. Ha, cho'pon akamiz ham hammasini bir tarafga quvayapti. O'tlarni mazaq yeyapti bu. Tuyovoylar ham. Mana ko'ringizlar mana. O'tni ko'shyapti bular. Mana o'tni ko'shyapti. O'tni ko'shyapti do'stlarim. Mana bo'taloqchalar mana. Yana bitta bo'taloq yemayapti onasini. Bu yoqda yana bitta bo'taloq. Bolachilari ham ko'p buni. Bu otasi bo'lsa kerak bu. Tuyaga qiziqqanlar bo'lsa ko'ringizlar mana.